Hammaga assalomu alaykum. Bugun barcha yaqinlarimga 8-mart uchun sovg'a tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib mana shu 3 ta kosmetichkadan boshlaymiz. Birinchi bo'lib soladigan narsamiz bu 3 ta shunaqa podvodka, paletka, qalam. Oxirgisi esa shunaqa chiroyli lolachalar. Bizning 3 ta sovg'amiz tayyor. Bu katta xolamga, kichkina xolamga, yangamga yoki naborot. Xullas, qaysi yoqsa o'shani tanlab oladilar. Xo'p, keyingi sovg'a bu meni onajonimga. Birinchi sovg'amiz shunaqa chiroyli topchikachalar. Домашний тапочка. Keyingisi onam juda ham yaxshi ko'radigan duxi bambuk. Aytgancha onamga mana bunaqa zajim nabor. Keyin mana bunaqa kichkina zajimchalar. Onamning sohalari meditsinaga bog'liqligi uchun mana shunaqa brelokcha oldim. Brelok deyiladimi? Bunaqa taqib qo'yadi bu. Buni mana bu yurakchaning ichiga solamiz. Ana va onamga shunaqa lolacha, ruchkachalik. Keyingi sovg'a bu singlimga. Singlimga ham xuddi shunaqa tapchika. Keyin singlimga mana shunaqa duxicha va singlimga shunaqa lolacha. Aytgancha bu ruchkachalik. Va tak. Keyingi sovg'amiz bu meni qaynonamga. Qaynonamga ham mana bunaqa duxi oldik. Xo'jayinimning aytishlari bo'yicha shu duxini juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Mana sochki. Mana bunaqa Maximmi o'sha. Bundan qulay tomoni mana masalan oshxonada idish tovoqlar yuvganimizda, ovqat qilganimizda baribir gilamga suv to'kiladi. O'shanda oyoq nasiga qo'l bo'lmasligi uchun qulay. Va ikkita qo'l krem. Va oyijonga ham shunaqa lolacha. Keyingi podarkamiz bu buvimga. Buvimga shunaqa sun'iy gul oldik, chunki buvim shunaqa sun'iy gullarni yaxshi ko'radilar. Buvimda qandli diabet kasalligi bor, ya'ni sahr, o'sha uchun sahrsiz, ya'ni shakarsiz mahsulotlarni olgandim. Papryanik, zefir, vafli, pechoniy, shokoladlar. Buni bemalol sahri bor insonlar iste'mol qilsa bo'ladi, chunki bu fruktozadan tayyorlangan bo'ladi, ya'ni tarkibida shakar umuman yo'q. Holva, shipovnik va shaftolilik murabbo. Buvimga ham shunaqa lolachalik ruchka. Keyingisi ukamga sovg'a, chunki hamma sovg'a olganda baribir ukam xafa bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun ukamga ham sovg'a oldim. Birinchisi mana shunaqa katta doska, keyingisi mana shunaqa tennis o'ynash uchun, doskaga yozish uchun shunaqa rangli flomasterlar. Bu bemalol o'chirsa o'chadigan flomaster. Ukamning sovg'asi ham tayyor. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Hammaga rahmat. Menga obuna bo'ling, juda ham xursand bo'laman.